Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni yetkazmoqchiman. Bu video ayniqsa ota-onangiz, bobo va buvilaringiz uchun kerak. Chunki hozirgi vaqtda telefon orqali aldash, bank kartasidan pul yechib olish sizga nafaqa qo'shildi. Kompensatsiya chiqdi. Karta bloklanadi. Nabirangiz avariyaga uchradi degan bahonalar bilan odamlarni chuv tushirish holatlari juda ko'paydi. Men buni shunchaki qo'rqitish uchun aytmayapman. Men ko'rayotgan holatlarda eng ko'p zarar ko'rayotganlar aynan yoshi katta insonlar bo'lyapti. Chunki ular ko'pincha ishonuvchan, qonun qoidani buzib qo'ymaslikka harakat qiladi va telefon qilgan odam o'zini bank xodimi, militsiya, prokuratura, pensiya jamg'armasi yoki operatori deb tanishtirsa, darrov xavotirga tushadi. Shuning uchun bu videoni hozir ota-onangizga, bobo va buvingizga yuboring. Agar sizning oilangizda bank kartasidan foydalanadigan, pensiya oladigan, telefoniga SMS keladigan, Telegram yoki WhatsApp ishlatadigan yoshi katta inson bo'lsa, bu ma'lumot bevosita ularga tegishli. Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bunday ogohlantirishlarni sodda tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvallari firibgarlik ko'proq ko'chada, bozorda yoki uyma-uy yurib qilinardi. Masalan, kimdir kelib arzon dori, tez davolaydigan apparat, yutuqli lotereya deb odamlarni ishontirardi. Yoki kimdir o'zini elektr, gaz, soliq, mahalla xodim deb tanishtirib, hujjat ko'rsatmasdan pul so'rardi. Bunday holatlarda odam hech bo'lmasa uning yuzini ko'rardi. Qo'shnisidan so'rardi. Eshikni yopib qo'yishi mumkin edi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi. Yuzini ko'rsatmaydi. Boshqa shahar yoki hatto boshqa davlatdan turib qo'ng'iroq qiladi. U sizning ismingizni bilishi mumkin. Bank kartangiz qaysi bankdan ekanini taxmin qilishi mumkin. Telefon raqamingizni, yoshingizni, hatto ba'zan qaysi tumanda yashashingizni aytishi mumkin. Shunda odam demak bu haqiqiy xodim ekan deb o'ylaydi. Aslida esa bunday ma'lumotlar turli bazalardan, eski e'lonlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, yetkazib berish xizmatlaridan yoki tasodifiy taxminlardan olinadi. Firibgarning asosiy quroli texnika emas, insonning qo'rquvi va shoshilinch qaroridir. Eng xavfli tomoni shundaki, bugungi firibgarlar juda muloyim gapiradi. Rasmiy so'zlarni ishlatadi. Xavfsizlik bo'limi, ariza raqami, identifikatsiya, tasdiqlash kodi, blokirovka, verifikatsiya kabi so'zlar bilan odamni chalg'itadi. Yoshi katta inson esa ko'pincha men tushunmayman, lekin ular biladi deb o'ylaydi. Mana shu joyda xavf boshlanadi. Chunki bank davlat idorasi yoki mobil operator hech qachon telefon orqali sizdan SMS kod, karta raqami, PIN kod, ilovaga kirish paroli yoki pasport rasmini begona chatga yuborishni so'ramaydi. Birinchi navbatda shuni aniq bilib oling. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, hozir aytgan kodni ayting, bo'lmasa kartangiz bloklanadi desa, bu deyarli har doim firibgarlik. Bank xodimi kartangizni himoya qilish uchun sizdan SMS kod so'ramaydi. Chunki SMS kod bu sizning raqamli imzoingizga o'xshaydi. Uni aytganingiz ko'pincha men roziman deganingiz bilan teng bo'lib qoladi. Firibgar o'sha kod orqali bank ilovasiga kirishi, pul o'tkazishi, onlayn kredit rasmiylashtirishi yoki kartangizni boshqa telefon raqamiga bog'lashi mumkin. Masalan, bir holatni olaylik. 68 yoshli otaxonning telefoniga qo'ng'iroq bo'ladi. Qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xavfsizlik xodimi deb tanishtiradi. Sizning kartangizdan 3 million so'm yechishga urinish bo'lyapti. Biz uni to'xtatishimiz kerak deydi. Otaxon xavotirga tushadi. Firibgar hozirga SMS keladi. O'sha kodni aytsangiz, biz operatsiyani bekor qilamiz deydi. Aslida esa o'sha paytda firibgar otaxonning kartasini o'z telefonidagi to'lov ilovasiga ulayotgan bo'ladi. Ota kodni aytish bilan karta firibgarning qo'liga o'tadi. Keyin 500 mingdan, 900 mingdan, 1 milliondan bo'lib pullar yechiladi. Odam buni anglaguncha hisob bo'shab qoladi. Ikkinchi keng tarqalgan usul nafaqa yoki kompensatsiya chiqdi degan aldov. Yoshi katta insonlarga bu juda ta'sir qiladi. Chunki ular haqiqatan ham nafaqa, pensiya, subsidiya, yordam puli bo'yicha yangilik bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Firibgar sizga 1 million 200 ming so'm qo'shimcha to'lov ajratilgan. Kartangizga tushirish uchun anketa to'ldiramiz deydi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasport ma'lumoti, hatto bank ilovasiga kirish parolini so'raydi. Odam pul tushirish uchun kerakdir deb beradi. Lekin esda tuting, davlat to'lovi yoki pensiya tushishi uchun hech kim sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi.
Agar chindan ham to'lov bo'lsa, uni pensiya jamg'armasi, mahalla, bank filiali yoki rasmiy portal orqali tekshirish mumkin. 3-usul. Nabirangiz muammoga tushdi degan psixologik bosim. Bu usul ayniqsa bobo va buviylarga qaratiladi. Qo'ng'iroq bo'ladi. Buvingizmisiz? Nabirangiz avariya qildi. Hozir pul kerak, ishni yopish kerak. Hech kimga aytmang deyishadi. Ba'zan telefonning narigi tarafda yig'lagan ovoz shovqin, bu yordam bering degan sun'iy gaplar eshitiladi. Odamning yuragi tushib ketadi, fikrlash sekinlashadi. Firibgar aynan shuni kutadi. U hozir 10 million so'm tayyorlang, odam yuboramiz yoki kartaga o'tkazing deydi. Bunday vaziyatda birinchi qo'yida. Go'shakni qo'ying va o'sha nabiraning o'ziga, uning ota-onasiga, yaqin qarindoshiga alohida qo'ng'iroq qiling. Agar haqiqiy muammo bo'lsa, buni yashirishmaydi. Hech kimga aytmang degan gapning o'zi firibgarlik belgisi. 4-usul. Telefoningizdagi ilovani o'rnating yoki ekranni ko'rsating degan aldov. Ba'zi firibgarlar AnyDesk, TeamViewer, RusDesk yoki shunga o'xshash masofadan boshqarish ilovalarini o'rnatishni so'raydi. Ular bank ilovangizni sozlaymiz, telefoningizga virus tushgan, kartangizni himoyalaymiz deydi. Agar odam bunday ilovani o'rnatsa va ruxsat bersa, firibgar uning telefon ekranini ko'rishi, tugmalarni bosishi, SMS kodlarini o'qishi, bank ilovasiga kirishi mumkin. Men buni oddiy tilda aytaman. Begona odamga telefoningizni masofadan boshqarishga ruxsat berish, uyingiz kalitini notanish odamga berish bilan barobar. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Pensiya oluvchilar, bank kartasiga oylik yoki nafaqa tushadiganlar, yolg'iz yashaydigan keksalar, texnikadan yaxshi tushunmaydiganlar, telefonida bank ilovasi bor odamlar. Shuningdek, qarindoshlariga tez ishonadigan, davlatdan qo'ng'iroq qilyapmiz deganda cho'chib ketadigan insonlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Faqat qo'yda biladigan, SMS kod hech kimga aytmaydigan. Har qanday qo'ng'iroqni qayta tekshiradigan, katta pul o'tkazishdan oldin farzandlariga maslahat qiladigan odamlar. Lekin hatto ular ham beparvo bo'lmasligi kerak. Chunki firibgarlar har kuni yangi usullar o'ylab topib qo'yapti. Endi juda muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Ba'zan odamlar menga bankning rasmiy raqamiga o'xshash raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi dedi. Raqam tanish ko'ringani firibgar emas degani emas. Hozir raqamni soxtalashtirish, internet orqali qo'ng'iroq qilish, tanish nom bilan chiqadigan qilib sozlash kabi texnik usullar bor. Shuning uchun siz raqamga emas, talab qilinayotgan narsaga qarang. Agar SMS kod so'rasa, parol so'rasa, karta orqasidagi 3 xonali kodni so'rasa, ilova o'rnatishni so'rasa, pulni xavfsiz hisobga o'tkazishni so'rasa, bu xavfli. Yana bir nozik joy. Firibgarlar odamga siz bilan hozir militsiya gaplashadi deb ikkinchi odamga ulaydi. Ikkinchi odam o'zini huquq tartibot organi xodimi deb tanishtirib qo'rqitadi. Agar hamkorlik qilmasangiz, ishingiz chigallashadi. Bu maxfiy operatsiya, bank xodimlari ham aralashgan, hech kimga aytmang deydi. Esingizda bo'lsin, haqiqiy davlat xodimi telefon orqali sizga maxfiy operatsiyada qatnashishni buyurmaydi. O'z pulingizni boshqa kartaga o'tkazishni talab qilmaydi. Sizni oilangizga aytmaslikka majbur qilmaydi. Huquqiy masala bo'lsa, rasmiy chaqiruv, idoraga kelish, hujjat, bayonnoma bo'ladi. Yana bir xato fikr, kartamda pul yo'q, meni aldash olmaydi. Bu ham xavfli, chunki firibgarlar faqat kartadagi pulni emas, telefon raqamingiz orqali bank ilovasiga kirib, kredit olishga, mikroqarz rasmiylashtirishga yoki boshqa kartalaringizni topishga urinishi mumkin. Masalan, kartada 1000 so'm bo'lsa ham ilovada kredit limiti bo'lishi mumkin. Odam ertasi kuni qarasa, nomiga 5 million yoki 10 million so'm qarz rasmiylashtirilgan bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun pulim yo'q deb beparvo bo'lmang. Yana bir muhim jihat. Ba'zan firibgarlar avval kichik ma'lumotlarni so'raydi. Masalan, faqat kartangizning oxirgi 4 ta raqamini ayting. Faqat tug'ilgan yilingiz kerak. Faqat pasport seriyangizni tasdiqlang deydi. Odam buni xavfsiz deb o'ylaydi. Lekin firibgar har bir mayda ma'lumotni yig'ib boradi. Bugun tug'ilgan yil, ertaga karta oxiri, indinga SMS kod, natijada to'liq rasm hosil bo'ladi. Men doim shuni maslahat beraman. Telefon qilgan notanish odamga shaxsiy ma'lumot bermang. Agar masala muhim bo'lsa, o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Yana bir ko'p uchraydigan tuzoq, sovrin yutdingiz. Telefon, televizor, pul mukofoti, umra safari, bepul tibbiy tekshiruv, dori chegirmasi, sanatoriy yo'llanmasi deb aldashadi. Keyin soliq to'lov yetkazib berish puli, ro'yxatdan o'tish badali so'raladi. Haqiqiy sovrin bo'lsa.
ga avval sizdan pul so'rashmaydi, shartlari yozma bo'ladi. Tashkilot nomi aniq bo'ladi. Hozir to'lamasangiz sovrin kuyadi degan gap esa odamni shoshiltirish uchun ishlatiladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oilangizda oddiy qoida joriy qiling. Ota-onangiz, bobo va buvingiz bilan kelishib oling. Telefon orqali hech kimga SMS kod aytilmaydi, karta ma'lumoti berilmaydi, pul o'tkazilmaydi, ilova o'rnatilmaydi. Har qanday shubhali qo'ng'iroqdan keyin avval farzandiga yoki ishonchli qarindoshga qo'ng'iroq qilinadi. Bu qoidani bir marta aytib qo'yish yetmaydi. Uni qog'ozga yozib, telefon yoniga yoki muzlatgichga yopishtirib qo'ying. Ikkinchi qadam, telefon kontaktlari muhim raqamlarni aniq nom bilan yozib qo'ying. Masalan, o'g'lim, qizim, bank rasmiy raqami, mahalla raisi, uchastka noziri, tez yordam, ichki ishlar. Shunda favqulodda vaziyatda keksa inson kimga qo'ng'iroq qilishni biladi. Lekin bank rasmiy raqamini internetdagi tasodifiy saytdan emas, bank kartasining orqa tarafidan, bankning rasmiy saytidan yoki filialdan oling. Firibgarlar soxta saytlar ham yaratadi. Uchinchi qadam, bank ilovasida limitlarni sozlang. Agar ota-onangiz kartadan faqat pensiya yechish yoki do'konda to'lash uchun foydalansa, katta miqdorda onlayn o'tkazma limiti kerak bo'lmasligi mumkin. Bank ilovasida yoki bank filialida kunlik o'tkazma limitini kamaytirish mumkin. Masalan, bir kunda 20 million so'm o'tkazish imkoniyati turishi shart emas. 500 ming yoki 20 million so'm yetarli bo'lsa, limitni shunga moslang. Bu firibgar pulni birdan olib chiqib ketishining oldini oladi. 4-qadam, SMS xabarlarni va bank bildirishnomalarini yo'qib qo'ying. Har bir pul yechilsa yoki o'tkazilsa, telefon xabar bersin. Agar ota-onangiz SMSni tushunmasa, ularning telefonini vaqti bilan ko'rib turing. Shubhali operatsiya bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklash kerak. Vaqt juda muhim. Ba'zan birinchi 10-20 daqiqa ichida murojaat qilinsa, ayrim operatsiyalarni to'xtatish yoki izini tezroq aniqlash imkoniyati bo'ladi. 5-qadam, pasport, karta va bank ilovasi xavfsizligini tartibga soling. Karta ustiga PIN kodni yozib qo'ymang. PIN kodni tug'ilgan yil 1001, 1234, 1000 kabi oson raqam qilmang. Telefon blokirovkasi bo'lsin, parol barmoq izi yoki yuz orqali ochilsin. Bank ilovasining paroli alohida bo'lsin. Agar keksa inson parollarni unutib qo'ysa, ularni alama telefon ichidagi oddiy eslatmaga bank paroli deb yozib qo'yish xavfli. Buning o'rniga ishonchli farzand bilan xavfsiz tartib belgilang. 6-qadam. Agar firibgarlik bo'lib qolgan bo'lsa, uyalmang va yashirmang. Ko'p odamlar men aldandim, bolalarim urushadi deb vaqt yo'qotadi. Bu eng katta xato. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling, kartani bloklang, operatsiyalar bo'yicha ariza qoldiring. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Murojaatda qo'ng'iroq qilingan raqam, suhbat vaqti, pul o'tkazilgan karta yoki telefon raqami, SMSlar, cheklar, skrinshotlar, bank operatsiyasi tafsilotlari bo'lsin. Agar Telegram yoki WhatsApp orqali yozishgan bo'lsa, chatni o'chirmang. Bu dalil bo'lishi mumkin. 7-qadam, ota-onangizga firibgar bilan bahslashmaslikni o'rgating. Ko'p odam men uni fosh qilaman, kimligini bilib olaman deb gapni cho'zadi. Bu kerak emas. Firibgar sizni gapda ushlab turadi, qo'rqitadi, ishontiradi, chalg'itadi. Eng to'g'ri yo'l. Men buni farzandim bilan maslahatlashaman deb qo'shaqni qo'yish. Agar u haqiqiy xodim bo'lsa, rasmiy murojaat yo'lini aytadi. Agar firibgar bo'lsa, u asabiylashadi, shoshiltiradi, qo'rqitadi. Shoshiltirish firibgarning eng katta belgisi. 8-qadam, oilaviy kod so'z belgilang. Bu ayniqsa nabirangiz avariya qildi degan aldovga qarshi foydali. Masalan, oila ichida oddiy, begona odam bilmaydigan bir so'z tanlang. Favqulodda vaziyatda kimdir, men falonchiman, pul kerak desa, bobo yoki buvi bizning kod so'zimiz nima deb so'rasin. Firibgar javob bera olmaydi. Bu juda oddiy, lekin ko'p holatda odamni saqlab qoladi. 9-qadam. Keksalarga yo'q deyishni o'rgating. Bizning madaniyatimizda yoshi katta insonlar ba'zan qo'pol bo'lib qolishdan qo'rqadi. Telefon qilgan odamga rad javob bera olmaydi. Lekin bu yerda muloyimlik emas. Xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Men telefon orqali bunday ma'lumot bermayman. Men bankka o'zim boraman. Men farzandim bilan gaplashaman degan 3 jumlani yodlab olish kerak. Shu jumla ko'p pulni, asabni, sog'liqni saqlab qoladi. 10-qadam, farzandlar ham mas'uliyatni his qilsin. Faqat onajon, hech kimga ishonmang deb qo'yish yetarli emas. Telefon so'zlamalarini tekshiring, bank limitlarini ko'ring.
Ortiqcha ilovalarni o'chirib tashlang. Shubhali guruh va kanallardan chiqaring. Spam qo'ng'iroqlarni bloklashni yo'qing. Ota-onangizga haftada bir marta shubhali qo'ng'iroq bo'ldimi deb so'rang. Ular avval aytmasligi mumkin. Lekin odat bo'lsa, keyin darrov sizga murojaat qiladi. Men bugun sizga eng muhim narsani oddiy qilib tushuntirdim. Firibgarlar pulni texnika bilan emas, ko'proq odamning qo'rquvi, ishonchi va shoshqaloqligi orqali oladi. SMS kodni aytmaslik, karta ma'lumotini bermaslik, notanish ilova o'rnatmaslik, pul o'tkazishdan oldin yaqinlar bilan maslahatlashish va shubhali holatda bankka o'zi qo'ng'iroq qilish eng asosiy himoyadir. Iltimos, bu videoni hoziroq ota-onangizga, bobo va buvingizga yuboring. Chunki bitta ko'rilgan video kimningdir pensiyasini, jamg'armasini, asabini va sog'lig'ini saqlab qolishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizga yoki yaqinlaringizga shunday shubhali qo'ng'iroqlar bo'lganmi? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizni ogohlantirishni kechiktirmang.